Eskidan qolgan va farzand ko'rish qobiliyatiga ta'sir qiladigan ahmoqona odatlar. Birinchisi, har bir taomni non bilan iste'mol qilish, hattoki makaronni ham. Non bu uglevod bo'lib, ko'p miqdorda non iste'mol qilinganda organizmda uglevodning to'planish holati yuzaga keladi va buning natijasida ayollarda hamda erkaklarda yog'larning miqdorining oshishi natijasida gormonal disbalans holati kelib chiqadi. Ikkinchi, eng keng tarqalgan odatlardan biri bu oshxonada faqat va faqat kungaboqarning rafinerlangan yog'idan foydalanish hisoblanadi. Rafinerlangan yog'larni tayyorlashda turli xil kimyoviy moddalar ishlatilinadi va buning natijasida ushbu yog'larni ovqat pishirayotgan jarayonda yuqori temperatura berilganda o'zidan trans yog'larni ishlab chiqarish holati kuzatiladi. Bu esa ayollar hamda erkaklarning farzand ko'rish qobiliyatini juda pasaytirib yuboradi. Va nihoyat uchinchisi, siz sevib iste'mol qiladigan tabiiy mahsulot deb o'ylaydigan kompotlar hisoblanadi. Kompotlarni sizlar foydali deb o'ylaysizlar, lekin afsuski kompotlar bular mevalarni uzoq muddat shakar yordamida qaynatish natijasida hosil bo'lgan ichimliklar bo'lib, bu ichimliklarda vitaminlar to'liq o'lgan bo'ladi, faqatgina shakarli suv qolgan bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan odatlar qanchalik darajada zararli? Kommentariyada fikringizni qoldiring.